$10 ko'tarib 100-200 qilyapman, minus qilyapman. Shunga bir 100-200 bo'lsangiz o'shani yechib oling-da, keyin o'sha $10, $20 tashlab ishlayvering. O'shanisi yaxshi emasmi? Baribir $10 ko'tara olayotgan ekansiz-ku. Shu yaxshi. O'sha yaxshi emasmi qaytanga? Xo'sh, strukturani demak bilasiz, to'g'rimi? Smart Moneyda. Ayda bilaman. Bu joy instrument. Shunaqa. Xudo xolasa men ham sohada bilinmayapman. Yaxshi. Hali bo'pti, 1 yildan beri borman deganingiz esim chiqib qoldi. O'zimni ozgina tanishtirib o'tib ketaman. Hop. 2019-yildan beri shu sohadaman. 2019-yilda kirib kelganman. Boshlaganim klassika bo'lgan. Klassikadan boshlaganman, hamma el qatori. Klassikadan boshlaganman. Lekin ko'p bo'lmagan. 2 oycha klassika ishlatganman, keyin Smart Moneyni o'rganishni boshlaganman. O'zi buni o'rganishni boshlaganimdan keyin menda bo'lgan 1/10 errorli сделкаlar bo'lishni boshlagan. 1/10 errorli сделкаlar bo'lishni boshlagandan keyin men shu narsa bo'yicha 2021gacha ishlaganman. 2021-yilgacha ishlaganman. Ya'ni eng bo'lmadi deganda сделкам 1/5 bo'ladi. Bo'lmasam 1/10, 1/20, 1/90 ham ishlaganman bu narsa. 1/100 ishlaganman. No, 1/90gacha ishlaganman bu narsada. Smart Moneyni o'zida. Xo'p, nima endi mana shu Smart Moneyni o'zini ishlatmayapman? Sababi 2021-yildan keyin bozor holati ozgincha o'zgargan, algoritm o'zgarmagan, lekin bozor holati ozgina o'zgargan. Ya'ni stop hunt degan narsa qo'shilgan, ya'ni stopni urib keyin ketadigan narsa qo'shilgan. O'shaning uchun kichkina stop loss уже qo'yib bo'lmaydigan holatga kelib qolgan bozor Smart Money bo'yicha. Chunki kattaroq stop loss qo'yilsa, 1/7, 1/8 shunaqa qatnashini beradigan bo'lib qolgan. Undan keyin bo'lsa, men ICTga o'tib ketganman. ICTga o'tib ketganimdan keyin timelarni qo'shishni boshlaganman. Smart Moneyda ham time'ni qo'shardim, ya'ni faqat sessiyalarni o'zida. Kill zonelarni hali bilmasdim u payt. Keyin ICTni o'rganib, kill zonelarni bilib, ularni ham ishlatishni boshlaganman. Boshlaganimdan keyin qarovonmas сделкalarim yaxshi o'xshab beradi. 90% win rate, lekin 1/3 сделка. Error 1/3. Shunaqa bo'lib qolgan. Bundan keyin bo'lsa mana shu Alchemist degan narsaga ko'zim tushib qoldi. U narsa bo'yicha qiziqib yurdim. Ingliz tilida yaxshi bilmaganligim uchun ingliz tilida ozgina o'rganib, shu narsani o'rganmoqchi bo'ldim. Chunki u payt boshqa o'zbek odam yo'q edi buni Alchemist o'rgatadigan. Bo'lsa ham bilmadim, yo'q edi, xullas topa olmaganman. Ingliz tilidagi darslar o'sha payt pulli edi, YouTube'da xos tekin turibdi-ku, ingliz tilida, hind tilida. O'shalar pulli edi o'sha payt. O'shalarni sotmoqchi bo'lganman, lekin ingliz tilini baribir bilmasdim. Shuning uchun birinchi ingliz tilini o'rganishga harakat qildim. Ingliz tilida hatto tushuna oladigan darajaga kelib olganimdan keyin Alchemistni o'rganishni boshladim. Nima uchun Alchemistni o'rganishni boshladim? Sababi bu yoqdagi menga boshida 1/10 ishlaganlarim men shunga o'rganib qolganim to'g'risi. Shuning uchun yana menga o'shanaqa сделкаlar kerak bo'lganligi uchun Alchemistni o'rganishni boshladim. Buni orasida, bu yillarni orasida SNR o'rganib, undan ustidan o'tib ham ketib qolganman. Alchemistni o'rganib ishlatishni boshladim. Ishlatdim, xolos yaxshi bitta tushuncha hosil qilib olganligimdan keyin kanalni ochaman. Tupi kecha 1 oy oldin o'rganib turib, shartda ochayotgan joyim yo'q bu narsani Alchemist bo'yicha. Menga ishlab berdi, ochaman. Tushuna oldim bu narsani. Bu narsani tushuna olishimga menga 6 oy vaqt ketdi. Ya'ni 6 oy mana shu narsa ustida men ishlab chiqdim. Ya'ni o'rgandim, ishlatdim, o'rgandim, ishlatdim. To'g'ri, hali prop kompaniyalarda ishlatib test qilib ko'rganim yo'q. O'zi prop kompaniyada ham test qilib ko'rganimdan keyin po faktu statistika bo'yicha, prop kompaniyaning statistikasi bo'yicha ommaga olib chiqmoqchi edim, lekin o'zimni tanishlar olib chiqur, shu holatda ham olib chiqur odamlar qiziqadi bu narsaga deganligi uchun, demoda ishlatganim uchun ham, realda ishlab berayotganligi uchun ham, statistika yaxshi bo'lganligi uchun olib chiqardim bu narsani. Qisqacha shu.
Hop, strukturani bilaman do'stlar. Endi mana qarang. Biza asosiy biz ishlatadigan narsa qarang. Kindle'da tushuntiraman sizga. Shu ICTdan uncha o'qimanda shu. ICTda o'sha farqi yo'q. Qanaqa bilimingiz borligi faqat mana shu Killzone'dan tushunsangiz bo'ldi. Chunki men sizga hozir mana bu yerda o'tirishim mumkin. Killzone mana bunaqa vaqtda bo'ladi. Killzone'ni tushuntirib o'tirishim kerak bo'ladi-da. Ya'ni Killzone o'zi nimaligini tushuntirishim kerak bo'ladi. U narsani siz bilsangiz, shuni Killzone'da bo'ladi deb o'tib ketiraman. Killzone'da kirishimiz kerak savdoga deb o'tib ketiraman-da. Hop, mana bunaqa svechamiz bo'ladi. Bizda bozorda juda ko'p. Buni bu yoq qismi, ya'ni ochilish, yopilish narx deyiladi, open close level deyiladi bu narsa. Bu narsa bizga kerak. Nima uchun kerak? SNRda bu narsa qo'shilmagan, lekin bu narsa smartlarning ICT aralashib, xolos alchemist bo'lgan paytda bu open close level chiqib kelgan o'zi aslida. Uni keyin kimdirlar olib turib, bu narsa o'zi SNRda bor deb SNR o'rgatadigan shogirdlariga buni ham qo'shib o'rgatib ketdi. Lekin o'zi bu narsa SNR o'zini olib aytmoqchi bo'lganim. Endi shuni tepasi narx misol uchun pasta deylik. Narx pasta bu yoqda. Shuni tepasi bizga blok bo'lib beradi. Rejection block deyiladi. Mana shu joy bizga blok hisoblanadi. Ya'ni nima uchun? Bu yoqdagi bu open close level'da topamiz, bu katta time frame'da topamiz bu narsani. Open close level topamiz. Uni tepadagi soyasi bo'lsa bizga blok hisoblanadi. Nima uchun blok hisoblanadi? Kichkina time frame'ga o'tib turib, mana shu joydan savdo kirishga harakat qilamiz, ya'ni uchidan kirishga harakat qilamiz. Bir xillarda shotda o'zidan ham ketib qoladi, ya'ni kichkina time frame'da ham shotda chiroyli bir grafik turgan bo'lsa, shotda o'zidan ham ketadi. Lekin biz baribir buni rejection block qilib olamiz. Uni bunaqa boshlanishida siz buni mana shunaqa belgilar olib turib olsangiz bo'ladi, lekin shunaqa bilsangiz o'zi ko'rinadigan ham bo'lib ketadi. Misol uchun mana bundoq belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bilasiz, kichkina time frame'ga o'tgan mana shu chizgan liniyangiz bilan mana shu chizgan liniyangiz o'rtasida rejection blockligini bilib olasiz. Bu open close level deyiladi, ya'ni ochilish va yopilish narxi. Ochilish va yopilish narxi. Biz bu narsani weekly'da, daily'da qaraymiz. Agar siz uzoqroq muddatga ishlamoqchi bo'lsangiz, bu narsani weekly'da qarasangiz bo'ladi. O'zi baribir hammasini struktura bo'yicha qarab ketamiz. Misol uchun GBP ga olaylik. Lekin ana havizni yaxshi o'qimoqchi. Bilmadim, tillarga qaraganim ham yo'q. Hop, struktura liquidity. Hop, mana qarang.
struktura bo'yicha qaraydigan bo'lsak, aslida tushib kelyapti. Ya'ni bizga bo'ladigan boss bu yoqda bo'lgan, undan keyin bo'lsa, sani boss bu yoqda bo'lgan. Mana. Struktura pasayib kelyapti, ya'ni weeklyda, haftalikda struktura pasayib kelyapti. Tabiiyki uni korreksiyasi bo'ladi, ya'ni mana bu orqaga korreksiya beryapti. Korreksiyasi qachon tugashini biz topishimiz kerak. To'g'ri, topishimiz kerak emas, biz bu narsani foydalanib olishimiz kerak. Struktura premium discountni biladigan bo'lsangiz, narx premiumga chiqqani sari pastga ketish ehtimoli oshadi. Ya'ni impulsni 0.5 dan tepaga chiqqandan keyin biz pastga bitim ochishga harakat qilishimiz kerak. Smart Moneyda agar siz ishlatadigan bo'lsangiz, bu yoqda misol uchun order blok bor. Ozgina tushib beryapti, keyin yana baribir stop bo'lib ketyapti. Bu narsalarni hammasini tushunsa bo'ladi, baribir. Tushuntiriladi qachondir bu narsalar. Lekin hozir qaraydigan narsamiz, hop. Mana mana harakatga qaraymiz. Nima uchun bu harakat bo'lyapti? Bizda bor narsa bu yoqda. Resistance bor. SNR level deb qo'yaveraman. Bu yoqdagi SNR ekan. Chotashimiz. Hop, mana shu bizlar SNR chizig'imizga kelganidan keyin bizda qoldirayotgan narsasi nima narsa? Pastda likvidnost qoldiryapti. Birinchi bo'lib ko'riladigan narsa mamutdagi equal low, ya'ni teng low'ni qoldiryapti. Mana bu narsa. Undan keyin bizga qoldirayotgan narsasi ikkita bo'lyapti. Bu yoqdagi mana open close level ko'rsatganim. Bu yoqda ideal tarzda qolmagan, sababi bu yoqda ko'rayotgan bo'lsangiz gap bo'lib qolgan. Ovozim eshitilyaptimi o'zi? Eshitilyapti. Eshitilyaptimi? O'chib qolganga o'xshadi hozir. Bu yoqda chiroyli tarzda qolmagan, baribir olamiz. Bu yoqda chiroyli tarzda qolmagan degani, ya'ni gap bilan qolib ketgan degani, bu yoqdagi resistingga chiqadi degani. Mana. Lekin buni ham обязательно belgilab qo'yamiz, chunki shu narxga, to'g'riroq shu open close ga yaqinlashganda bu yoqda likvidnost qoldirib qo'yapti. Bu yoqni o'ziga shunday tegib turib tushib ketib qolishi ham mumkin. Shuning uchun bu yoqni ham qaraymiz, olib qo'yamiz, kichkina time frame ga o'tganda qaraymiz bunga ham. Hop, daily time frame ga o'tamiz, undan keyin daily time frame ga o'tganimizdan keyin nima bo'lyapti bizda? Bu narsa bizga resistingga aylanyapti, Mamut. Undan keyin bo'lsa bu yoqdagi kichkina resistingga aylanyapti bu yoqda. Daily time frame ga paka hech narsa yo'q, faqat Mamutdagi likvidnostlar ko'rilyapti. Sababi ham mana shu likvidnostda boyaga haftalikdagi open close dan qaytmaganligini, Mamutda shunday tegib qaytib ketmaganligini sababi ham bu yoqdagi likvidnostlar kam. 4 soatlik o'tamiz. 4 soatlik chiroyliroq ko'rinadi bu yoqdagi likvidnostlar. Hop, 4 soatlikda bu yoqda bizda bitta open close levelimiz bor. Buni ham olib qo'yaveramiz. Undan keyin daily'da topgan blokimiz bu yoqdagi resistance bo'lyapti. Tushunsangiz kerak, resistance o'rgangan bo'lsangiz kerak, xattalar bitta chizib o'tib ketiraman. Nima uchun? Imana o'sha alomat ekanligini. Bu bizga resistance edi. Bizlar endi nima bo'ladi? Orqasiga qaytishiga buni ishlatsak bo'ladi yana. Shu narsa. U narsa faqat bizda nima bo'lyapti? Kechroq bo'lyapti. Qanchadir ma'lum bir vaqtdan keyin bo'lyapti. Bu yog'ida likvidnostlarni qoldirib ketgandan keyin chiqyapti, o'shani tegib qaytib ketyapti. Shu narsa. Nima uchun bu olinayotgani? Mana o'sha narsa. Bu yoq nuqta, ya'ni bu yoq nuqta, mana bu nuqta. Bizib o'tib ketyapti. Qaytib tegmayapti bu yoqqa. Umuman. Prям soya ham tegmayapti.
Mana buzib o'tib ketilyapti. Prosta. Bu yerda likvidmiz. Mashinasini rangini men qizil qilib qo'yaman. Ajratib olishimiz uchun. Mana. Endi bu bizaga nima bo'ladi? Bu bizaga key level bo'ladi. Xohlasanglar qo'y desanglar ham nomini va farqi yo'q. Stop loss qayerda bo'ladi bizda? Stop loss mana bu candle da bo'ladi. Nima uchun bu candle olayotganini ham keyin tushuntiraman bu. Stop loss bizda mana shu yerda bo'ladi. Savdo kirishga stop loss take profit bo'lsa o'sha equal low. Mana. Shu holatda bo'ladi. Struktura bo'yicha struktura hozir ko'tarilyapti, lekin katta time frame weekly da tushuvchi-ku. Shu sababdan. Ya'ni siz bu yerda bayam ishlab chiqishingiz mumkin. Mana shu joyga kelguncha, ya'ni weekly da topgan levelga kelguncha bayam ishlab chiqarasiz. Chunki trend yaxshi trend ketadi baribir. Undan keyin trend bo'yicha siz ham qarab ketaverasiz. Shu narsa. Endi hop bu narsaga qaraydigan bo'lsak, bizani vaqtimizga necha bo'lyapti bu? Mana shu yoq. Bizani vaqtimizga kechqurungi 2 lar bo'lyapti bu vaqtlar. U payt biz savdo qilmaymiz, shuning uchun buni o'chirib tashlayman. Qachon savdo qilamiz? Hech bir o'tamiz biz. Hop, ko'rdik biz ertalab uyg'ondik, ko'rdik, bu yerdan yaxshi reaksiya topilgan zonasida. Endi bizga kerak narsa vaqt kerak. Bu vaqt bizning vaqtga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun savdo qilmaymiz. Hozir bizning vaqtga to'g'ri kelishligi uchun bu yoq Osiyo sessiyasi, ya'ni ertalab turib grafikka ochganingizda bo'lib turgan grafik bu yoq. Ya'ni belgilab qo'yilganlar bular Osiyo. Ya'ni o'sha ertangi kunga o'tyapti degani. Bu yoqda kecha kirsa bo'lmadi degani. Bu yoqda endi bizani vaqtga to'g'ri kelayotgan eng yaqin resistance mana shu bo'lyapti. Shumi? Shu. Shu bo'lyapti. Bizani resistanceimiz mana shu bo'lyapti. Bozor ochib qaraganimizda ko'radigan. Ha, bu Londonmi, Nyu-Yorkmi vaqtlarda, xullas Osiyo tugagandan keyin. Endi M15 grafikdaman. o'n ikki o'ttiz, 11:30. Nice. Ha, qaranglar. H1da bu joyga o'tkazib yubordinglar. Chunki bu joyda baribir savdo qilmasdik. Kech payt bo'lganligi uchun. Ertalab grafik ochdinglar, Osiyo sessiyasida, sizlar Osiyo sessiyasida. Bizda vaqt bor. 11:30, 12:30 bu kill zone vaqtlari. Mana shu kill zonda biz nima qilishimiz kerak? Savdo qilishga harakat qilishimiz kerak. Kill zonda narx qatta narx pasayyapti. Qaysi resistinggacha, bu resistinggacha. Nima uchun bu resistorlar olinmayapti? Sababi bu o'tgan kunni emas, undan oldingi kunni
Aziyani lower bo'ladi. Bu registrlar olinmaydi. Ko'rayotgan bo'lsangiz emas, bir-biridan balanda. Ya'ni bular liquidness. Prosta liquidness. Bu bo'lsa haqiqiy resistor bizga. Soyasi bo'lsa bizlar uchun stop loss. Endi bizning vaqt kelyapti 11:30, 12:30. Bu Toshkent vaqti bilan 11:00, 12:00 bu hozir Hindiston vaqti. Shu yoqdan biz entry qilishimiz kerak, ya'ni stop lossni bu minimumga qo'yib. Take profit qayerda bo'ladi desanglar, take profitni xohlasanglar H1 da topgan resistentlikni qo'ysanglar bo'ladi, xohlasanglar Aziya High o'ziga qo'ysanglar bo'ladi. Aziya High o'ziga qo'yishni maslahat beraman, chunki Aziya High o'zini olgandan keyin bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar open close level turibdi mana bu yerda. Shotdan ham tushib qolishi mumkin pastga. Narsa keyingi kill zonelarga bog'liq. Biz ishlaydigan kill zonamizni aytayapman. 1 ga 20 bo'ladi shunda ham. Asosan 1 ga 10 chiqaradi. 1 ga 10 dan kam holatda chiqaradi. Xo'p, undan keyin Mamatda open close level qilib olmaymiz. Chunki mana soyasi uzun. Bu yoqdan ham ilomasi bo'ladi bu vaqtda. Bu New York kill zone boshlanishi shunda New York vaqti boshlanishi imini mana shu qora svecha mana ustiga belgilab qo'yaman. Biz bundan bilsak bo'ladi. H1 da topgan mana shu resistor nuqtamiz aktualligini. Ya'ni kill vaqtiga kelayotganda shu narsa ishlaydi. Xo'p, endi liquidness qayerda? Liquidness mana bo'lishi mumkin edi-ku. Deyotgan bo'lsanglar, yo'q, bu liquidness bo'lishi mumkin emas. Chunki bu yoqqa kelguncha mana amatda bitta orqaga qaytish qilib liquidnessga seberadi. Bu liquidness oladi, tushib ketadi deyotgan bo'lsanglar. Bundan ham kichkinaroq time frame ga o'tib turib entry qilinadi. Grafik hatto kichkina time frame ochmayapti boshqa trading view. Yoki katta time frame H1 topilgan ko'rsatkich bu. Sal agressivroq kirish bo'ladi. Stop. Mana switch'ni tepasiga qo'yib. Chunki M15 da ko'rgan bo'lsa, shu levelga kelayotganligida qoldirib ketdi-ku liquidness. Men buni chiqib olmasligi kerak. Shuning uchun agressiv bo'ladi. O'zi aslida kichkina time frame da boshqacha entry qilinadi. Kichkina time frame ochmaganligi uchun shunaqa qilib ko'rsatib Hop, take profit qayerda? Take profit xohlasangiz, bu yoqdagi equal low gacha oling. 1 ga 11 qilib xohlasangiz, o'sha pastdagi katta time frame da equal low gacha oling. Chunki bu yoqda trend buzildi. Ya'ni korreksiya tugadi. Korreksiya tugagandan keyin impuls boshlanishi kerak. Korreksiya qayerdan tugadi, bilib olsak bo'ladi. Liquidness yechilyapti. Struktura buzilyapti. Shunaqa. Bu yoqda bo'lsa polniy liquidness ko'rayotgan bo'lsanglar. Farqi ham shu emas. Men 1 ga 10 da chiqib ketgan bo'lardim. O'sha deganlar bor, o'sha bo'ladi.
Biriga bilmayman nechi bor. Biriga 78. Yaxshi edi. Sabrli bo'lsa, usholib berman. No, shunaqa. Ana aka savol berayotgan aka o'zlari menimcha chiqib ketdilar ham. Yana bilmadim. Kimdadir boshqa savol qo'l ko'tarayotganlar bor ekan. Bo'lsa beraveringlar bemalol. Ko'tarayotganlarnikini yoqib qo'yganman hozir. Nabodovskiy zapisi ham yoqib qo'yganman, keyin ko'raverish uchun kimdirlar. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Aka qarang, shu bu strategiya alchemistda endi Strategiya sezam bo'ladi, konsepsiyada sezam bo'ladi. Boshqa farqi yo'q nomida. Xohlagan nomingizni aytavering aka, bemalol. shu qayerda o'rgandingiz buni? Yo O'zbekistonda o'rgatadigan kurslar bormi o'zi? O'zbekistonda o'rgatadigan kurs bilmadim, lekin men o'zim internetdan o'rganganman, kitoblardan o'rganganman. Bu narsani menga bitta ustoz o'rgatmagan. Ayniqsa endi sir bo'lmasa qaysi internetda? YouTube'da? Yo, nima edi? Niki bo'ladi. Nikini bilmadim aka. Aytolman, 6 oy oldin ko'rganman bu narsalarni. Bir ko'rib turaman hozir ham, lekin hozir aytaman. Nikini bilmayman, chunki har xil kanalda har xil darsliklar bor. Почти hammasini ko'rib chiqib qo'yganman. Agar yengil qo'yilgan bo'lmasa, hammasini ko'rib chiqib qo'yganman. Nima deb yozsa chiqadi shu mana shu. Alchemist deb yozing chiqadi. Faqat ingliz tilida, hind tilida chiqadi. U hind tilida o'tgan ham o'zi asli latviyalikmi, qatlikda. Yaxshi atrofga qilib beradi lekin. Realni bir nima qilib ko'rmaysizmi? Hozir bozor yuryapti-ku. Bozor yuryapti, hozir. Hozir mashina orqaga qaytaryapti. Ertalab ishlayapman tillarda, yorib yuborganmiz. Tilladami? Ertalab. Tillarda xarakterini tushunib olsangiz agar yaxshi ishlaydi. Forex.comga kiring. Forex.commi? Yo, bu FX bu Forex.comga kiring. Forex.com. Katribkan tiniqsiz beradi bu. Bankdagilar shu bilan ishlaydi. Saxoda ishlataman. Bankdagilar bank manipulationdagilar Forex.com ishlatadi. Va alchemistdagilar qaysini ishlatadi? Tilla uchun saxoni ishlatadi. Men ham saxoni ishlataman, chunki tiniqroq. Saxonida yomon taraf bor, bozor yopiq paytlari nima grafik ko'rsatmaydi-da bu. Forex.com ochib ketaveradi. Tafiqi bor. Shunaqa plus minus bor baribir hammasini. Bitta yaxshi tarafi va bitta yomon tarafi bor. Qaysi paralarda yaxshi Shuning ishlaydi? uchun hammasini kuzatib turaman men. Qaysi birida likvid yechadi, qaysi birida yechmay qoladi. Ertalab to'lqa bay yurdi. Buni o'zini gannaga moslangan vaqtlari bor, shu bilan ishlataman men. Bu 6 setda beradi bir kunda. Bank bo'yicha ham, alchemist bo'yicha ham beradi. Faqat kirib olasiz bo'ldi. Nahalli yurib beradi. Kamida 100 pipdek, bo'lmasa 60-70, даже 1000 pipsgacha tushsa bo'ladi. Shu ganna vaqtlari 6 setda beradi bir kunda. Yo, o'zi tilla volatilность kuchayib ketdi-ku. Ozgincha yursa ham 100 pips bo'lib qoladi-ku. Ha, albatta, yurishi juda ham kuchli yurib beradi. Shu gandan vaqtlarini ichida ishlatsangiz, yaxshi. Alchemistda ham plus qo'shilsa, M1gacha ishlatilyapti. Даже o'sha hozir tillarda ko'pchilik M1da ishlayapti, sabab M30 daqiqa yuryapti-da M1da o'zi. Shunaqa. O'shaning uchun men anchadan beri, почти 1 oydan beri ishlamayman tillada. Qaysi paralarda yaxshi dedingiz? EURUSD, GBPUSD, USD GPI, USD CAD. Shularda yaxshi ishlaveradi.
Valyuta Agar pari. tillarni xarakteriga tushib olsanglar, ammo yaxshi ishlar ekan tillarda ham. Kichkina time frame faqat cho'tki ishlab beradi. Siz Ishlaydi, qanaqa ishlaydi. Mirsoq bank manipulation shunaqami yo alchemistmi sizniki? Mirsoq brat, Man mix qilaman, bugun ham mix qilganman. 2xGS bilan kichkina stol bilan bergan и alchemist bo'yicha ham hamma likvidni tozalab, oxirgi stopper zonadan ketyapti. Uchidan ishlab olganman, bayi kichkina tankini. to'g'risi shu alchemistni birinchi marta eshitganim uchun quvondim. Instagramda ko'rib qolgandim. Qarasam rasmlar tashlagan ekansiz, brat, shu ko'rdim, cho'tki yoqdi. O'rganishga qaror qildim. Mana shu endi qilib ko'rgan bo'lardim tillarda. Kelmaganda. Mana bu kelish kerak, kelmagan. Bu qarang, qora nimadir bilan chizib qo'yapsiz, to'rtburchakka olib, kvadratga. Yo, u indikator. Ha, indikatormi? Osiyo vaqtini ko'rsatib turibdi. KSDni ma'nosi nima edi? Nima? ICT bilan ishlatadi, KSDni ma'nosi. Hozir men Twitterda yozaman, shu narsani yozmaysiz. Mana shumi? Da, shu. Ma'nosi nima uchun olinadi? Bu adashmasam, hozir esimda bormi aytaman, Central Inefficiency nimadir edi. Xullas bu CISP degani bu order block o'xshagan narsa, faqat uni kuchliroq. Bu handling state of demo degani. Bank qo'shayotganim uchun to'g'ri setup sho'libman xolos. Agar alchemist o'zini hali 100% ishlatilgani bo'lsa, qaysi joyda aniq qaysi tochkani olish, ya'ni o'zini oladigan joylari bor-ku, misol zonani to'g'ri olish, o'tkazib qaysi videoda ko'rdim. Yashirin zonalar bor-ku, bilsangiz M1gacha ko'rsatdingizmi? Bor. Hali trend liniyani ham bekitishlari bor. Hali ularni men ko'rsatmayapman. Trend liniyalar qo'shiladi hali keyin. Men bilaman, Lead qo'shiladi. ishlatiladi ko'proq. Malaziya senat. Ashta M15 time frame'da eng uchi bor-u, M1da 3 ta ushladim-da. Mana xuddi shuni tepasida ushladim. Mana shu aytaman, mana shu joydan entry qilgan bo'lardim, ma'mi kelmaganda. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz 12:00, 11:00 Killzone'da shotga atkat beryapti bozor. Atkat beryapti ko'rsatmasi. Mana bu. Mana shu entry qilgan bo'lardim, lekin kelmadi. Shuning uchun shuna holatlar bo'layotganligi uchun men tillarga почти bir oydan beri qaramayapman. Tilla ba'zi joylarda xuget qilib ketyapti. Xarakterini tushungan odam ishlayapti, to'g'risi. Xarakterini Shunaqa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Brat alchemist ko'proq Frankfurt AZSC tugashi Frankfurtni boshlashtirilishi kerak ekan. Shunaqa. Yo'q, unaqa emas. Bu setup, bitta setup, bu alchemist bitta setup faqat. Boshqa joylarda ishlayveradi bemalol. Xohlasangiz London aynan alchemist zo'r setup ko'rsatadigan sessiya deb ko'rdim bozorda qarab. Hali qaysidir sessiyani maksimum yoki minimumda likvid teshib turib setup berishi aktiv ekan deb o'yladim ko'rib turib. Misol uchun mana AZSC tugadi, Frankfurt boshlandi. Frankfurtda bitta impuls bo'ladi. Qaysidir tomonga? Likvid olinadi, sразу разворот bo'lyapti-da. M1da maksimum sweep, keyingi switchdan entry qilsa bo'ladi. Keyin fix replayda bek test ko'rdim 2-3 marta.
Yaxshi ko'rsatdi Risk Rover. Zo'r ko'rsatadi, aka. Bu endi bitta setup bu, to'g'ri. Bitta setup, lekin 1 ga 10 beradi-da, 1 ga 10 beradi bu narsa. Keyin New York Killzone'da GPB 100 da har bitta maksimum minimum sweep bo'lishi ham kamida 1 ga 4, 1 ga 5 Risk Rover beryapti. Ko'z tashlab ko'rmaysizmi, brat? Aka 1 ga 4, 1 ga 5 ga to'g'ri qaramayman. Aytaman-ku, eng kam 1 ga 10. 1 ga 10. Misol uchun 1 ga 30 beradigan bo'lsa ham yoki 1 ga 50 beradigan bo'lsa ham ko'p holatda 1 ga 10 da chiqib ketadi. Ko'p holatda 1 ga 10 da chiqib ketaman bozordan. Ozginasini yopib, ozginasini ham ushlamayman. Chiqib ketiraman. Yetadi hamda o'zi 1 ga 10. Nortishasi o'zi kerak emaslar. Rosa ko'p treyderlar o'zi 1 ga 2, 1 ga 3 ga qonaqadi-da. Shunaqa. Bu setupni nima uchun men ishlataman? Deyarli har kuni entry beradi bu narsa. Bir marta. Deyarli har kuni. Arada bitta beradi baribir. Euro USD, USD GPI, GBP GPI, USD CAD. Mashinalardan bittasida har kuni baribir bitta entry beradi-da. Shu har kuni bitta 1 ga 10 olib chiqib ketishligimni bilganligim uchun mashina setup o'zida ishlataman. Lekin London Killzone, New York Killzone'larda ham ishlab beradigan holatlari juda ko'p. Alchemist ichidagi bitta dona setup xolos. O'shani o'zim ishlataman. Men polniy liquid sweep bilan ishlayman. Alchemistdan почти o'xshash tomonlari borligi uchun qiziqib qoldim-da shu kunlarda. Ashi Instagramda ko'rdim, ko'rib turib почти sweep dedim. Ashi maksimum yo minimum sweep, liquid sweep bo'lyapti, shu razvrot olyapti-da bozor. Shunaqa mana Euro USD ni qarang. Mamutda nima bor? Equal high bor. Bu maksimum bilan maksimum почти teng bo'lib qolgan. Liquidness. Shunaqa. Sessiyasi chiqyapti. Bu yerdagi resistance mamut. Nima uchun mamutni olyapman? Bunisini olmayapman. Chunki bu resistance liquidnessdan pastda turibdi, ko'rayotgansiz mana. Mana liquidnessdan pastda turibdi. O'shaning uchun o'rtasidagini olyapman. Endi bittasi Instagramda olsa, nima qayerdan olyapsiz uni? Nima boshqasini olmasa, nima o'shani olyapsiz deb o'shanga. Kelmabdi lekin. Eng qizig'i kelmabdi. Bugun o'zi qaraganim yo'q, hali hech qaysi qaraga endi mana mashina ochib qarayapman. Live efir yoqqanimdan keyin kelmabdi bu yerda. Balki boshqa narsa bor, kattaroq. Sweep o'zi yetarli bo'lardi. Just resistance kelmasdan oldin sweep qilgan shu bitta tasdiqda. Mana. 1 soatlikda. Boya aytgan narsam, bosh aytgan narsam rejection bo'ldi. Ashuni men birga olib ko'ring-da, brat. Hozir. Asha rejection block belgilaymiz, rangini qora qilamiz. Hop, N15 da rejection blockda hech narsa yo'q. M1 da oladigan bo'lsak. Birdan. Bo'ldi, topdi. Mana Mahmud. Yo'q, bu yoq emas. Liquidnessdan pastda turibdi. Hozir M5 ekanman, men M1 ga tushimman deb. Buni naqsa bo'ladi. SNRda M modelni ham ishlatishadi, ko'ryapsiz, M model ham. Bilmadim, xullas bu yerdan entry topolmadim, lekin nimadir bor baribir bu yerda, chunki bozor harakatga keltiryapti mana. Bu narsani hisoblab chiqsa ham bo'ladi. Qanaqa edi? Ko'rsataman. Bergan. Mana bu yerda harakatni qarangda, qancha vaqtda bo'layotganini. Bu tushishni qarang, qancha vaqtda bo'lyapti. Ya'ni shu yoni o'zidan bilsa bo'ladi, Mamut full liquidnessligini. Unga обязательно bukmet ochish shart emas. Shunaqa. Alchemistdan qaysi taktika bilan ishlardingiz, brat? Nima deysiz? Alchemistdan oldin qaysi sistema bo'yicha, qaysi strategiya bo'yicha ishlardingiz? Smart Money ICT. Asosan Smart Money. Oldin Smart Money kanalim bo'lgan. U yerda bo'lganmisizlar ham bilmayman ham. O'sha yerda odamlarga
o'rgatilgan u smart money darslar. Smart money bo'yicha polniy full signal berilardi. Eng kam 1/3. Smart money bo'yicha ishlayapman. Signal hozir bu narsa bo'yicha nimaga bermayapman? Chunki mana ozgina bo'lsa ham tushunadigan odam bor ekan. Bu broker ozgina farqiga boradigan odamlar bor. Misol uchun men signal beryapman-da, tasavvur qilaylik, signal beryapman deylik. Mana mashitdan signal beryapman misol uchun. Sell limitda. Sell limit qo'yamiz. Stop loss bu yoqda deb, take profit bu yoqda deb. Aytaylik, OMDda qarayapman. Ya'ni OMDani grafikini tashlayapman. Yoki MetaTrader'dan tashlaydigan bo'lsam, o'zim Just Marketda ishlayman. Just Market brokerning grafikini tashlayapman. Siz misol Xnest'da ishlaysiz. Xnest'da ba'zi bir joylarda soya tashlab ketadi. Yoki spread muammosi bo'ladi. Ya'ni spreadingiz o'zi tegib qolsa ham stopingiz olinib qoladi. O'shana holatlarda endi signal berishdan oldin men odamlarga tushuntirishim kerak bo'lib qolyapti, чтобы signal berganimda o'sha limitni qo'yinglar-da, limitni olib orqaga qaytishni boshlagandan keyin stop lossni qo'yib qo'yinglar. Bo'lmasam spread hisobiga, bunaqa hisobiga stop loss bilan olib qolishi mumkin grafikdagi farq hisobiga deb tushuntiradigan bo'lsam, men bir odamlarning ko'ziga mashinnikdek ko'rinib qolaman. Chunki bu yoqda grafikda mana bunaqa tashlayman-da, lekin stop loss qo'ymay turinglar deyotgan bo'lib qolaman. Shuning uchun bu narsa bo'yicha men hech qanaqa signal ham berayotganim yo'q, boshqa narsa ham berayotganim yo'q. Yaqinda sabr qilsanglar, Shohjahon Nishniyozov broker ochiladi O'zbekistonda inshaalloh. Spread yo'q bo'ladi, faqat komissiya bo'ladi, xolos. Hammasi ichida bo'ladi. Swoplarigacha o'sha komissiya ichida olinadi. Muhimi halol broker abukda ishlaydi, ya'ni bozorga olib chiqadigan bo'lib ishlaydi, xudo xohlasa. Yo'q, okey, bozorga olib chiqmaydi, qo'yavering. U narsa juda bir nima? Katta mavzu, lekin bozorga olib chiqmaydi. 100% olib chiqmaydi. $28 komissiya oladi bir lotga. 0.01 ga 0.28 sent oladi. Ya'ni bu degani aqlli ishlatib, tochkasidan kirasiz, komissiyasi oladi. Masalan, bir lot ochsangiz $100 risk qiladigan bo'lsa, 1 ga 10 bo'lsa, $1000 olib chiqib ketasiz, $28 komissiya to'laysiz zato. No, spread yo'q. Boshqa hamma narsa yo'q, faqat komissiya bo'ladi xolos. U komissiya boshqa narsalarni programma orqali qo'shib qo'yishga iloji bor-da. Bitta qanaqadir kodni yozasiz-da, komissiya katta yoki kichkina qilib qo'yish iloji bor-da. U Xnest'larda ham bor. U bitum bilan muammo hal bo'lib qolmaydi-da, komissiyasi katta ekan, bozorga olib chiqarkan degan narsa yo'q-da. Ya'ni komissiyasi kattami? Zikr qilyapti-da, misol ishonchli qilib, isbotigacha kanalida tashlab qo'ygan hamma ma'lumotlar PDF-larigacha o'sha. Yo'q, men to'g'ri, halol naqasini gapirmayapman. Prosta o'zim fikrimni bildiryapman-da. Chunki programmistman-da, men bu brokerni yoki boshqa narsasini ichiga kirib turib, shuni dasturdagi kodlarni o'zgartirasiz, chunki bitta 0.01 ga $1, $2 olib qo'yadigan siz ham bo'ladi-da. Endi bu o'sha ishlash davomida ko'rildi. Yo'q, qarang, okey. Siz aytyapsiz, halol ishlaydigan bo'lar ekan, 100% bozorga olib chiqar ekan. Birinchidan 100% bozorga olib chiqa olmaydi. Ikkinchidan komissiya bo'lgandan keyin u halol ham bo'lmaydi, okey. Chunki komissiya olyapti. Spread olinganda u tushunsa bo'ladi, chunki hisobiga nima deydi, ana xizmat haqqi olishga haqqi bor-da, o'sha narsa agar spread orqali bo'lsa, u halol sanaladi. Komissiya orqali, foiz orqali bo'ladigan bo'lsa, u harom bo'lib qoladi, okey, baribir. Shuning uchun bozorga olib chiqmaydi ham lekin, okey, 100%. Chunki bozorga olib chiqsa, hozir Mahmudni xohlasangiz hisoblab tushuntirib beraman, okey. Bozorga olib chiqsa, ular tak minus kiradi. Chunki foydaga chiqadigan treyderlar bilan zararda yuradigan treyderlarning soni ko'proq. Bu narsa kapitalga ham bog'liq. Foydaga chiqadigan treyderlarning kapitali kamroq bo'ladi, zarar qiladiganlarning kapitali ko'proq bo'ladi. Statistika bo'yicha olib qaraladigan bo'lsa, okey. O'shaning uchun ular baribir minusga kirib qoladi, okey. Shuning uchun bozorga olib chiqmaydi ular baribir. Balki bir oy olib chiqar, balki 2 oy olib chiqar, keyin baribir olib chiqmaydi. Ishonmang.
Chunki minusda yurmaydi ular. Hech kim minusda yurish uchun qilmaydi hech narsani. Gaplaringda jon bor, lekin to'g'ri. Men endi kuzatib ko'raman, chunki o'zbek yaxshi treyderda o'zi ham yaxshi qiladi. O'zlaring tanisizlar endi odam. Shu odam bo'lsa kerak. Mana bozor qaytishini qarang, boya boshida aytganim o'sha open close level. Qayerdan qaytib Shu open close level to'g'ri topish to'g'ri SNR zonalar, to'g'ri o'sha yashirin zonalar topib olish muammo bo'lyapti. Emas muammo, aka, mana qarang. Hozir M15 ga o'tamanda bitta vaqtni belgilayman mana 11:00. Hop, 12:00. Oqqanni ko'ryapsiz. Nima sababdan oqqan endi? H1 ga o'tamiz. H1da vaqt o'chib qoldi. Yo'q. Bo'pti kelamiz, ko'rinmay qoladi. Piyodaga open close ga kelmagan, demak Boshqa brokerda kelgan bo'lishi mumkin. boshqa brokerdan kelgan bo'lishi mumkin. Piyodaga resistance olamiz. Mashina to'g'rimi ekan? Da, mana shu to'g'ri. Mana mashina resistance to'g'ri. Nimaga deyapsizmi? Chunki bu yoqda bitta qarang. Mana swechani ko'ryapsizmi? Soyasini. Mana mana shu swechani soyasi mana shu resistancedan olingan, mana shu resistancedan qaytishini, resistancedan nima, xullas, adashtiryapman. SNR deyman. Mana shu SNRdan qaytishini nimasi? Isboti desa ham bo'ladi, dalili desa ham bo'ladi. Tasdig'i topolmayapti mana shu narsani. Tasdig'i. Endi M15 da mana o'sha resistance SNRdan qaytib ketayotgan bo'lsangiz, hozirgi holat. Bu yoqda yana nima bor? Qo'shsak bo'ladigan. M15 da hech narsa yo'q. Котировканы xunuk tuzyapti, to'g'risi u anda. Saxo ekan u. Bu Saxoda. Sizga yog'otib oling, chiroyli ko'rinadi. Qaysinga? Forex.com. Bas. Ya bo'l, topdim mana shu yerda. Mana mana SNR. M5 degan. Mana mana shu SNR. Bu yoqqa kelyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Qaytyapti. Bu yoqqa kelayotganda ham nima tashab ketyapti? Mana bu to'pning likvidnost tashab ketyapti. Yo'qdagi likvidnostni olyapti. Xo'p, lekin bu baribir bizning vaqtga to'g'ri kelmayapti. Shu sababli bizning vaqtga to'g'ri kelish uchun birga o'tamiz. To'g'riroq kill zonamizga to'g'ri kelmayapti. Aleykümselam. Şamşat. Sababi manipulyatsiya qilinmagan sham tashab ketganda, kelib manipulyatsiya qilib ketadi. Moment. Mamatda olmagan bo'lar ekan, lekin baribir limit. Mamatdagi resistance novatdim. Ya bu xato. Mamatda chunki normalniy tegan. No, yo'da ham kira olmagan bo'lar ekanman baribir. Limit olmasdan ketgan bo'lar ekan. Bank bo'yicha stop bergan, ilm olsa bo'lardi tak. Shu Bank bankda bo'yicha yaxshi. Bilmadim lekin ora. Bankdagi minimumda chiqib ketardim lekin. Nima bo'lganda, agar limit olganda 1 ga 16.
16. Uchi bor-ku, hamma likvid tozalagan eng o'sha Mamatxon. kirishdi tochka. Yo'q, raund aytyapsizmi? M4, M7, M2'larda berib ketadi. Shu aslida. Shuning uchun ham 3dan 3 bo'lishadi-da shoh akalar. Yo'q, M5 da bergan lekin. M5 da turib bergan, manipulyatsiya qilib turib bergan M5 da, lekin yana ham uchroqdan kirish uchun o'sha M2 bilan M1 sekundlik yordamga keladi. Unda stop loss ham belgilangan bo'ladimi? U o'zi oldindan tasdiq beradi, что likvid yechib teskari tarafga qarab ketishi, ya'ni likvid yechib keyin ketishini oldindan beradi-da bozor, banklar. Shuning uchun ham ular keyin kichkina time-dan tasdiq bilan tushib kelib 350 ni oladi bo'ldi. Bo'lmasa u aynan o'sha yerdan ketishini qayerdan biladi? Shuning uchun ham oldindan berib bo'ladi bozor o'sha yerdan ketishini. Shunaqa. Likvidni yechib ketaman degan tasdiqni berib, likvidga qarab harakat qilib chiqib keladi oldindan. Sessa bilan dedi. O'zi ham bir o'rgan olarmiz, nasib qilsa bo'lmasa. Da, ham kerak mani. Tak. Uncha qiyinroq lekin. No, edgezlar yaxshi, fular yaxshi ishlatsa bo'ladi. Ichki sali bir o'rganib chiqdim, bir yilcha oldim. Ichki u eski deganlari bir yil oldim o'rganganman. Ya M5 da lekin zo'r chiroyli intervyu degan ekan mana shu yerda. Mana amaristista. Rezistlar to'g'ri olish uchun foydasi bormi yo aytolmadim, hozir ko'rsatdim-ku sizga. Vaqtga to'g'ri kelish kerak и ishlab tursangiz o'zi qo'lingiz o'rganadi, ko'zingiz o'rganadi. Ishlab turganingizda. Misol uchun mana shu bitta narsani chizaman. Mana bunaqa narsa-da, misol, bu yoqda mana qizilmasdi. Hop. Mana Twitter sistem bo'pti. Aytyapti deb bo'ldi. Psixologiyaga ta'sir qilmaydigan bo'lsa, bitta guruh ochib qo'ysangiz moqchi edim, ishda suhbat qilib turgan. Guruh ochdim, silkalar tashab nimadirlar qilishdi-ku, nimadir sotmoqchi ham bo'lishdi. O'shanga keyin uzib qo'ydim. Endi admin siz biror narsani o'chirib turadi yoki botdan ham ko'ra o'sha bitta bo'sh vaqt ko'proq admin qo'shib qo'yish kerak. Ko'ngillilar bor. F11 da bosib oling. Nima bosib oling? F11. Nimaga u? Bitta bosingda. Ha, bosdim mana. Notebookdamidingiz? Ama notebookdaman. Naqa demoqchiman, veb-sayt tepasilar turibdi-ku, trading view plyuslashlar katta bo'lib qolardi, ekran zashlar chaqlatuvchi narsalar ko'rinmay turardi-da. Mana aytyapsizmi? Shu tepadagilar. Yo'q, tepadagilar. Yo'q, emas. Kamerani yoqib ko'rsataymi kompyuterimni? Nomini ayting, bitta bo'yosh narsasini nomini ayting, tepadagi narsalar dostu. O tepadagi X bor-u, eng burchakdagi shu narsani aytyapti. To'g'ri ranglar. Google'nikini aytyapti. Mana F11 da bosyapman, yo'q bo'lyapti mana. Qani Faqat damashni kompyuterda bo'ladi. Voy kompyuter, notebookim. Bilmasam, okey, lekin men bu narsasiga vaqti qaraganim, ahamiyat ham bermagan ekanman, to'g'risi bor.
hozir aytyapsiz qarang. Bilim oldi. Yo, misol uchun bu notebookim bor, o'sha 2019-yili trading boshlayotganda olgan notebookim-da. Haligacha shuni ishlataman. Bu yoqda kompyuter ham bor, faqat unda o'yin o'ynayman. Unda mana trading view ochib analiz qilolmayman nimagadir. Katta bo'ladi, anaqadir ko'zimga o'rganmagan. Aytganim, men asli detallarga fikrim ketib qoladi, keyin sразу F11 bosib yo'q qilib lozim bo'lsa chalg'imaslikka harakat qilaman-da. Asli e'tiborimni tortaveradi-da, biladi deyman-da. Menga dam olish kerak endi. Lekin men bilmadim, bu narsasiga e'tibor bermagan ekanman umuman. 2019 kirib kelganmisiz tradingga? Nimaga? Tradingga 2019 kirib kelganmisiz? 2009. Nechinchi yilsiz? Qo'yavering yilim aka. Sir bo'lib qolsa ular. Hozir ana aka shu yerdanmikanlar trestikdan olishni so'rayotganlar. Shukr, men tilimga chanqoqroqman. Qarang, mana bu yerda misol uchun mana bunda belgili. Mana bu yerdagi misol mana resistni olyapti. Unga narx kelyapti-da, mana teyapti. Ya'ni o'sha katta time frame'da topilgan joyda ma'lum bir vaqtda bo'layotgan narsa bu narsa hozir tushuntirayotganim. Shu resistingga teyapti. Buni endi soyasi bo'ladi baribir. Mana bu yerga qaysidir soyani yechgan bo'ladi. Undan keyin bozor orqaga qaytib ketadi. Qaytib ketganligidan keyin pastdagi minimumni buzib qo'ymaslik kerak. Bitta minimum bo'ladi, qanaqadir o'sha minimum buzmaydi. Ya'ni globalniy targetdagi minimumni aytmayapman-da, o'rtadagi minimumni aytayapman. O'sha minimumni bundoq tushib, buzib qo'ymasligi kerak-da bu. Buzib qo'ymagandan keyin orqaga bitta qaytadi-da, masjidga mana soya teg'izib shunday tushib ketadi. O'sha bizning eng tezkor joyimiz bo'ladi. Stop lossimiz bo'lsa, Mamatdagi yelkalari. Mamatdagi hay. Nima deysiz? Shuni ko'p ishlatib turaman deyman, yelkalarini, ya'ni head and shoulders chap tarafda yelkasiga test berib ketadi. Balki o'shada bilmadim lekin. Va alchemist shunaqa kelgan, aytmoqchi bo'lganim. Xuddi mana bu holatda. Mana Pentline qo'shilsa, xudo xolisa. Mana mashdagi resistingga kelyapti, tegib tushib ketyapti. Undan keyin Mamatdagi mana minimumni buzmayapti, mana bu tushish. Mana shu tushish, mashdagi minimum buzmayapti, orqaga qaytyapti. Mana o'sha joyga bitta test berib, mana tushib ketyapti. Qaysi vaqtda bor? Bitta liniyasiz ham chotki bergan aka uchida. Liniya tizingda, tepasida. Qayerdan? Boshlangan joyi bor, o'sha resistni topgan joyi. Secretly liniya bo'lganda. Secret liniya. Chap tarafda bo'lgan, chaproqda. Ashdan boshlang mana. Mana bu Resistni lowdan boshlang, ashdan tepa ustiga torting. Mashina. Yurindi shundoq. Yana teparoq, jicha teparoq. Bundoq. Yo'q, teparoq, jicha teparoq. Bundoq. Yana jicha teparoq. Ana, endi ko'ring, soyani ko'ringda. Yo'q, bo'lmadi, narigis. Hakka olib tushing. Mashinasi. Endi ko'ring. Mamat. Shuni uchib berganda. Bu masha Mamatdagi joy ko'ratyapsiz. Endi aytdim-ku, bu joyni oldim-ku men. Nimaga mana shu joy olinadi dedim. Joyda onasi men ikkita liniya, kuchli liniya. Mana shu joy olinadi, lekin aytmanman-ku, baribir Killzone'ga to'g'ri kelmayotganligi uchun kirmasdim. Undan keyingi tasdiqdan kirib ketadi, normal. Taksi bank yomon berar ekan, mana shu joyda biladi. O'sha oldindan beri bo'lar ekanda, anaqa bo'yicha liniyadan ketaman degan narsa.
Endi Killzone keyin oqib bersa, ganna bo'yicha vaqt ichida shakllanyapti bank beryapti. Bu ham yomon emas hayotda. Shunaqa. Agar mana shu holat, hozirgi holat sal yorodi bo'lganda, unda kirib keturadim shu narsadan. Lekin bunaqa bo'lmayapti. Vaqti kelgandan keyin boshqa entrydan kirilyapti. Bitta liniya topib ko'raylikchi, retestga. Secret liniya berganda retest. Qayerda bergan? Qardangda berganda, Bilan? ishni tahlil olib turib, M1danmi, M3danmi o'sha secret liniya tortsa, o'shasa bo'ladi, berganda. Ichki liniyani tortish kerak. Bergan menimcha. Ichki liniyalarni tortish kerak. Bergan. Ekan, men bu yoqdan torting hozir ko'rsataman. 8:00 7:45:00 lowdan tortib keling. 7:45. U uzoq ketadi shekilli. Liniya berganda secret liniya tortib kelinglar. Tochka berganda. To'g'ri. Bor. Bu ushab qoladi narxda, chunki ganna ham juda bekorga buni ishlatmasdi, chunki o'zini biz sekreti bu aziz xalq ham haligacha shunga tayanadi, sabab liniyani kuchliroqda, buni ham ushlaylik ishonsa bo'ladigan entry uchun yaxshi emas. Ishlaydi bu narsa ham. O'shanchalar qo'shilgan alchemistga. Da, eng kuchlilarini mix qilgan ekanda, onasi nima? O'shada alkimiyoga qilib qo'yganda. Nomini ham. Ana kitobi bittasi kanalga tashlanib turadi, bo'lsa tashlasa kerak. Bu kitob menda ham bor, men ham tashlab qo'yaymi ekan. Men anoda avtorskiy kitob, shunisi bor. Ularga qiziq yo'q ekan ularga. Men dedi 300 tadanmi, 500 tadan oshsalang tashlagan degandim dedi. Hozir bilmayman nechta yetdi. Usta yaxshimisiz? U kitob tarqalib ketdi-da, aka, o'shaning uchun. Halo. Eshitamiz. Kimga gapirmoqchi? Yaxshimisiz? Eshitaman, aka. Halo. Eshitamiz, aka, eshitamiz. Sobirov. Gapiring. Ovqat sveti yaxshi bo'lmasa kerak. O'sha iloji bo'lsa lichka yaratib qo'ysam bo'ladi. Bo'lmasa kanalga tashlab qo'ysam. Uni faqat bitta video qilib, reels qilib olib chiqishingiz kerak. Keyin Instadagilar ko'rgandan keyin o'tadi deb yo'qolmasin. Shunaqa video qilish kerakki, uning odam o'ziga tortish kerak, tushunadi ma'nosiga, keyin o'tadi yaxshigina. Shuni ham bitta video qilib chiqarib, kanalga joylab qilish kerak. Yaxshi bo'ladi. U kechroq tashlasa kerak, hozir kechroq tashlayman deb qo'yibdi. Menda inglizcha bor. Uni o'zbekchasi yo'q. O'zbekchasi bor ekan unda. Inglizchasi yetib keladi, bittasi tashlab beradi. Alchemistni to'liq o'rganish imkoniyati bormi, Murod? O'zbek tilida? Bor. O'zingizda onlaynmi bir yopiq kanalingiz bo'lsa, qo'shilish yopiq kanalim yo'q. To'lovlari. Yopiq kanalim yo'q, lekin xalqqa o'rgatib beraveramiz, chunki misol uchun
kecha bitta odamga kecha emas, o'tgan kuni video qilib tashladim, o'tgan kuni, bundan oldingi kuni, xullas bitta odamga o'rgatdim. Smart Moneyni, ICTni, SNRni biladi, yaxshi biladi, ishlatib kelayotgan odamga setapni hozirgi Osiyoni oxirida bo'ladigan mana shu entry qilishni ularga o'rgatdim. Nima asosida olinishini hammasini ularga ko'rsatib berdim. Undan keyin hozir o'shanaqa narsani soat 2da yana bittasiga ko'rsatib berishim kerak. Aytmoqchi bo'lganim, bilmangiz bo'ladigan bo'lsa, Smart Money ICT bo'yicha to'liq qilib mana shu setapni, ya'ni Osiyoni oxirida ushlab olishni setapini tushuntirib beruvlar, farqi yo'q narsa. Agar o't bersangiz bo'lar ekanda. Biz ham bilmayman, faqat shu alchimistni o'zi qiyinchilik. Assalomu alaykum. Assalomu Eshityapsizmi aka? eshitaman. Qarang, keyin shu yerda Ovoz yaxshi eshitilmayapti sizni lekin. Qarang, mana shu efir olyapti-ku, o'zini shunda keyin video qilib tashlab berasizmi, kerakmi debman. Qaysini video qilib tashlab beray? Shuni. Shu mana shu efirda jonli efir qilyapti. Yo'q, bu yerda asosiy narsalar o'tilganmi, просто suhbat bo'lyapti, brat. Zapis qilyapti ekanda, tashlab qo'ysam bo'laveradi. Farqi yo'q, lekin bu yoqda ja'no bo'lmasa yo'q-ku. No, tashlab qo'yaveramiz, farqi yo'q, zapis so'rovdi. Bu даже master-klass ham emas, boshqa narsa ham emas, просто savollarga javob deganman. Ozgina u yoq bu yoqdan ko'rsatib ketilayotgan narsa bu. Xo'sh, shunaqa lechkaga narsa bo'ladi, agar gruppangizga qo'shib darsni bilimi borlarni o'sha yerda o'rgatishgan bo'ladi. Ikki insonga o'tib vaqt o'tkazganda bilmadim, bir ikki insonga farqi yo'q, lekin gapsiz gaplashib hal qilamiz. Muammo emas unaqa narsalar. Yozib qo'ydim sizga, bog'lasa javob tashlaysiz. O'sha niklar anaqa ekanmi? Trader uzun shunaqa ekani. O'sha. Shuni yozib qo'ydim, javob kelmadi, mayli deb qo'ydim. Yo'q, faqat qotib ketdim hammanikini. O'sha qanaqa fikr, bu narsa yozadi deb o'ylagandim o'zi odamlar. Endi hammasi baribir signal tashlaydi deb yozib qo'yishim, shundoq kirib o'qib chiqib ketdim. Atlet qilaman. Menikiz eslab qoldim. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, joningiz sog'mi? Rahmat. Aka, men shu hozir o'tgan tema to'g'risiga to'g'risini yarmidan qo'shildi. Mana shu Alchemist degan strategiyangizda hozir aytdingiz-ku, bittasiga o'rgatuvdim. O'shani videosi bormi? Misol bir ko'rsak. Unda videosi yo'q. Endi bugun men hozir aytdim, bitta odamga o'tib berishim kerak edim. Endi xo'p desa, u odam o'zi xo'p desa, zapis yoqib qo'yaman, tashiyman. Odam o'zidan so'rayman. Bo'ldi. Rahmat. Shunaqa, agar boshqa savolingiz yo'q bo'lsa, o'chirib qo'yaveraman nimani? Efirni. Yo'q, brat, xudo xolasa savollar yo'q, lichkasiga hozir yozib qo'yaman, brat. Bizga kanalga qo'shilganmiz, shu narsalarni yaxshi o'rgatsangiz bo'ldi, aka. Bitta narsani aytib ketaman, mana odam bilan, odamman.
Hamma tanisanglar kerak. ICTni chiqargan odam, o'ylab topgan, asos solgan odam. Bu narsa, bu odam bo'lsa Wyckoff metodikasini o'ylab topgan odam. Smart money konsepsiyasini ishlab chiqqan odam bu bo'ladi. Smart money degan tushunchani, aqlli pul tushunchasi degan tushunchani, konsepsiyani qoldirib ketgan. Undan tashqari teoriyasi ham bor, Wyckoff degan. Smart moneyni xullas asoschisi mana shu odam. Bu odamni o'ylamanglar, aytmoqchi bo'lganim. Bu odam smart moneydagi yana boshqa bilimlarni vaqt bo'yicha teoriyalarni o'rganib turib, hammasini ICT deb nomlagan odam bu. O'zidan qo'shimchalar qilib, o'zgartiradigan joyiga o'zgartirish kirgizib turib, hozirgi bozor holatiga moslagan odam bu. Qisqacha bitta ma'lumot. Baylamasam charchamaylar, yana qachondir gaplashamiz. Hop, sog' bo'lasizlar. Aka. Boyagi nima edi? Zonani ko'rsatdi, Osiyoni nimasini. Zonalar ko'rsatib turuvchi bor-ku, nima deyapti? Indikator. Indikator nomini aytavering. Lozim. Mana shu indikator. Rango Asiatico. Mana shu. Buni nastroyka qilish kerakmi yo'qmi? Mana mashinaligida screenshot qilib oling, keyin yana bitta joyni ko'rsam, uni ham screenshot qilib olasiz. Screenshot qiling. Mana bunaqa. Mana shu vaqtlarni to'g'ri qiladi. Xuddi shunaqa-ya? Xuddi shunaqa qilish kerak. Vaqtini xuddi shunaqa qilib qo'ysangiz. Bu qarang aka, shu sessiya kirgandan keyin savdoga kirish kerakmi? Qanday kiradi o'zi? Indikator nomi nima edi? Indikator nomi mana bunaqa. Range Asiatico degan. Bitta savol bor, ilojimizda. Bering, aka. Boya 11:30da 12:30 samini aniqlab oldik. Nimani? 11:00 bilan 12:00da samini tuza olishga. Nimaga siz mashina tushirmay qoldingiz? Bu men uchun men o'rganganim bo'yicha bu meni bitta o'sha setup kill zone hisoblanadi bu. Shu vaqt oralig'ida kiriladi. Chiqib ketish farqi yo'q. Shu vaqt oralig'ida savdo kirib olishga harakat qilinadi. Shu uchun. 11:12 faqat. 11:00 12:00. Mana shu orasidagi samlarga likvidlik ekanlarni ko'rish kerak, to'g'rimi? Nima bo'lishi kerak? Yo'q, aytyapti. Kutayotgan joyingizga mana shu vaqt orasida kelish kerak, likvidnesslarni yetish kerak yoki yechgan bo'lish kerak. Ya'ni savdoga mana shu vaqt orasida kirishga harakat qilish kerak. Bundan oldin kirmang, bundan keyin kirsa bo'ladi. Bo'ldi. Rango Asiatico dedizmi, brat? Indikator nomini? Rango Asio. Mana. Ko'ryaptimi? Bo'ldi. Rahmat. Shunaqa. Bo'lmasam sog' bo'lasizlar. Demaklar, tashlab qo'yaman. Aka katta rahmat sizga.